Ayni paytda Beruniy tumanida tashkil qilingan ishchi guruh shtabidamiz. Ishchi guruh shtabi tuman ichki ishlar bo'limi binosida tashkil qilingan bo'lib, har bir korxona tashkilotlaridan bir nafardan xodimlari biriktirilgan. Ayni mana shu yerning o'zida ijtimoiy soha obyektlarining kuz-qish mavsumidan betalofat chiqishlari uchun shtab tashkil qilingan, ya'ni xodimlar tezkorlik bilan telefon orqali kelib tushgan murojaatlarni qabul qiladi hamda joyiga chiqqan holda bartaraf qiladi. Mazkur kuz-qish shtabida esa turli murojaatlar kelib tushmoqda. Bugungi faoliyatimiz esa aynan mana shu shtab ish faoliyati bilan Ben kecha kechqurun bir transformator yanib ketib, tuni bilan mana o'zlaringizning operativni ishlaganingizdan keyin masala joyida yechildi. Mana shu bir transformator ulangan, agar 50 xonadan bo'lgan bo'lsa, 50 xonadan rozi bo'ldi. Tezkorlikdan rozi bo'ldi. 2 soat, 3 soat ichida bo'ldi. Agar mana shu narsani tashkil qilmaganimizda 2 kun, 3 kunlab yotish mumkin edi. Beruniy tumani shtabiga kelib tushgan murojaatga asosan Xorazm mahallasiga yetib keldik. Ayni mana shu yerda hozir suv ta'minoti korxonasi ishchi xodimlari tomonidan murojaat joyida hal etilmoqda.